Perfect Trader jamoasi, assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun Trading People kursimizning 4-qismini boshladik. Bu darsimizda sizlar bilan valyuta juftliklari va valyutalar bilan tanishib o'tamiz. Siz ko'rib turganingizdagi xalqaro valyutalar mana shu 8 davlatlarning valyutalarini birligi holatda juftlashadi. Ya'ni valyuta juftliklari Forex bozorida 8 ta asosiy major valyutalar mavjud bo'lib, ular eng ko'p savdo qilinadigan likvidligi yuqori bo'lgan valyutalar hisoblanadi. Likvidi yuqori bo'ladi deganda savdo hajmi katta bo'ladi. Misol uchun biz o'zbek so'mimizda yiliga bir 100 ming so'm atrofida narx ko'tarilgan bo'lsa, bu yerda esa shaharlarning o'zini inflyatsiyasi, makro iqtisodiyoti va import eksportiga qarab turib savdo hajmi o'zgargani hisobiga valyutasida ham qadrlanish yoki qadrsizlanish degan narsalarga kirib, likvidi baland bo'ladi. Bir kun ichida 100-200 punklab yurib, sizga yaxshigina daromad berishi mumkin. Quyidagi AQSh dollari, yevro, Yaponiya yenasi, Angliya funt sterlingi, Avstraliya dollari, Kanada dollari, Shveysariya franki, Yangi Zelandiya dollari. Shu 8 ta davlatlarning valyuta juftliklari birgalikda juftlashgan holatda savdosi ketadi. Yonida o'sida yevro, JP, GBP, AVOD, CAD, CHF, NZD degan so'zlari bu mana shu birjalardagi shu valyutani kodi deb tushunsangiz ham bo'ladi. Ya'ni AQSh dollari, yevro deb yozsangiz bu valyutani birjadan topa olishingiz qiyin. Uni o'sida JP deb yozsangiz, imni sizga kerakli katalogga to'g'ridan-to'g'ri ma'lumot chiqib kelishni boshlaydi. O'shaning uchun birjalarda mana shunaqangi har xil valyutalarning kodi bo'ladi. Bu valyuta orasida o'zida markaziy o'rinda turadi. O'zida pul. Chunki bu global savdo va zaxira valyutasi sifatida keng qo'llaniladi. Zaxira valyutasida va undan tashqari asosiy valyuta deb qo'llanilgan valyuta hisoblanadi. Misol uchun o'zimiz ham bir Xitoydan narsa olib keladigan bo'lsak, dollarga bichamiz. Rossiyada birorta pul ayirboshlamoqchi bo'lsak, rublga premiya hisoblashdan ko'ra dollarga hisoblash degan narsa bo'ladi. Ko'pchiliklar O'zbekistonga pul jo'nataman desa, rubl jo'natmaydi, dollar jo'natadi. Turkiyada ham xuddi shunaqangi bir mahsulot Turkiyadan olib kelmoqchi bo'lsangiz yoki o'zimizda bir qayerdadir narsa olmoqchi bo'lsangiz, hammasi dollarga bichadi. Biz ham asosiy valyutamizni dollar bichganimizdek va bu Forex bozorida ham hamma valyutalar dollarga urishtirilgan holatda narx-navoni kelib chiqarishadi. Valyuta juftliklari nima? Valyuta juftligi bu bir valyutaning ikkinchisiga nisbatan qiymatini ifodalaydigan moliyaviy instrument. Masalan, yevro-dollar juftligida yevroning AQSh dollariga nisbatan qiymatini ko'rsatadi. Yevro o'sitida, misol uchun yevroni siz olmoqchimisiz, AQSh dollari orqali shu yevroni olmoqchi bo'lasiz. O'shani qiymatini ko'rsatadigan narsa hisoblanadi. Major valyuta juftliklari dunyoda eng ko'p savdo qilinadigan va eng likvid valyuta juftliklari major deb ataladi. Bular quyidagidek. Ekrangizda ko'rib turgandek, mana shu 7 ta valyuta major hisoblanadi. Yevro, dollar, o'zida JP, GBP o'sida, o'sida CHF, AVOD o'sida, o'sida CAD va NZD o'sida. Mana shu holatda juftlashgan holatda asosiy 8 ta valyuta va to'g'ri yozilgan holatdagilari ko'rishingiz mumkin. Bu yerda o'shani tafsili, ya'ni qanaqangi AQSh, Yaponiya yenasi degan to'liq nom holati. Savdo hajmi eng likvidligi yuqori degan narsa haqida urg'u berib o'tgan edik. Yevroda 30% dunyodagi barcha pul birliklarini ayirboshlab turganini eng ko'pi, ya'ni 30% yevro dollarda bo'lib o'tadi. Yevropadan dollarga pul o'tadi, dollardan yevroga pul o'tadi. Qolganlari quyidagidek. Yaponiya yenasi ham ikkinchi o'rinda turadi, chunki biz ko'proq Yaponiyadan, Xitoydan yuklar olamiz. Yaponiya Xitoyda barcha kompaniyalarda ishlab chiqarishi bor, tashqariga import, eksport qiladi. O'shaning uchun Yaponiya yenasi ham ikkinchi o'rinda turadi. Valyuta juftliklari ikki toifaga bo'linadi. Ya'ni valyutalar ikki toifaga bo'linadi. Asosiy volatiliniz baland bo'lgan valyutalar dollar, ya'ni o'zida dollar so'zi ishtirok etmagan valyutalar ikki turga bo'linadi. Ekranda ko'rib turganingizdagi major valyutalar bu bilan tanishib chiqsangiz, bu yerda minor valyutalar yozilgan. Bu minor atamasi biz buni cross valyutalar deb
taniymiz. Cross valyutalarda dollar bo'lmaydi. Yevro, GBP, NZD-JP, ya'ni dollar ishtirok etmagan holatda ekraningizda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Lekin dollar 3-shaxs bo'lib bu yerda ishtirok etadi. 3-shaxs bo'lib. 3-o'rinda ko'rganingizdek, bu yerda umuman boshqacha noodatiy valyutalar, manimcha siz ko'rmagan bo'lsangiz kerak bunaqangi yozilganlarni. Sababi birjalarda bunaqangi valyutada savdo qilib bo'lmaydi. O'zimizning so'm valyutamiz ham xalqaro valyutada birjalarda savdo qila olmaymiz. Bitta Rossiyanikida bo'lishi mumkin. Lekin asosiy savdo sifatida bo'lmaydi. Sababi, birinchi sababi pul qimirlashi ko'p emas, ikkinchi sababi bu davlatlarda inflyatsiya juda yuqori bo'lishi mumkin. Birinchi kurs bilan ikkinchi kurs, ya'ni boshqa valyutalarga ayirboshlab turgan vaqtingizda komissiyalari katta bo'lishi mumkin, spread degan narsalari katta bo'lishi mumkin. O'shaning uchun hisobga olinmagan holatda. Asosiy major juftliklarda har doim AQSh dollari, ya'ni o'sida ishtirok etadi. Ular eng ko'p savdo qilinadigan va likvidligi yuqori bo'lgan juftliklardir. Ya'ni mana ko'rib turganingizdek, tepada ham tanishtirib o'tdim. Yevro, dollar, GBP dollar har bittasi AQSh dollari ishtirok etgan. Endi ikkinchisi, cross juftliklarida AQSh dollari ishtirok etmaydi. Bu juftliklarda boshqa asosiy valyutalardan tashkil topgan bo'ladi. Misol uchun yevro, GBP, JP, ya'ni britanskiy funt sterling, Yaponiya yena, dollar ishtirok etmagan bo'ladi. Lekin cross valyuta juftliklari narxi ikki asosiy valyuta kursi orqali hisoblanadi. Va shu cross valyutalar narxi chiqish uchun asosiy ikkita valyutaning narxini ko'paytirish va bo'lish amallaridan olingan holatda bu crossning narxi belgilanadi. Masalan, agar sizda yevro o'sidi va o'sidi JP kurslari belgilangan bo'lsa, ya'ni narxi belgilangan holatda turgan bo'lsa, yevro JP cross kursini hisoblamoqchi bo'lsangiz, formulasi quyidagidek bo'ladi. Sizga ko'rsatib o'tamiz. Cross valyutalar narxi asosiy valyuta kurslarini ko'paytirish yoki bo'lish orqali hisoblanadi. Misol uchun sizda yevro JP bor, bu yerda asosiy valyuta holatda yevro o'zida kelib keladi, o'zida Yaponiya yenasi ham birgalikda juftlashgan holatda kelib keladi. Uni ikki narxi olinadi va ko'paytirish boshqacha holatlarda bo'lsa, bo'lish amali bilan uni narxi kelib chiqadi va siz o'sha kelib chiqqan narxini yevro JP ni narxi deb bilsangiz bo'ladi. Ya'ni asosiy valyutani ko'paytirish yoki bo'lish orqali cross kurs topiladi. Yevro va o'sidi holatda sizlar qanday pul ayirib boshlashlaringni ham tushuntirib o'taman. Siz har safar valyutalarni ikki holatda, juftlagan holatda ko'rib kelasiz. Uni chap tomonda ham valyuta, o'ng tomonda ham valyuta bo'ladi. Chap tomondagi valyuta siz valyuta deb emas, sotib olmoqchi bo'lgan tovaringiz deb hisoblashingiz shart. O'ng tomonda esa o'sha sotib olmoqchi bo'lgan tovaringizni pulini ko'rsatib qo'yadi. Misol uchun, siz yevro olasizmi, dollar olasizmi, Buyuk Britaniya funt sterlingni olasizmi, yena bo'ladimi, avstraliyalik dollar bo'ladimi? Qizig'i, hammasi 1 dollar, ya'ni bir miqdorda hisoblangan bo'ladi. Bir yevro olmoqchimisiz, dollar valyutasi orqali siz 1 dollar 10 sent yevro pulga bergan bo'lsangiz, u sizga 1 yevro beradi. Siz Yaponiya bilan juftlashgan valyutada 1 dollarni olmoqchi bo'lsangiz, Yaponiya puli orqali 110 yena dollar pulga to'lasangiz, sizga 1 dollar pul beradi. Xuddi shu holatda siz avstraliyalik dollar valyutasini olmoqchi bo'lsangiz, dollar valyutasida 0.67 sent to'lasangiz, sizga 1 avstraliyalik dollarini berishadi. Shu holatda qiymatlar chiqib keladi. Barcha tovarlar bir dona hisobga oladi. Misol uchun bizda oltin bor, neft bor, kumush bor. Ularni ham 1 degan raqamda olasiz. Faqat ularning qiymati boshqacharoq o'lchanadi. Oltinda 1 unsiyasi deb ataladi. 1 unsiyada 31 grammi 1 holatda bo'ladi. Neftda esa bochka 1 barrel deyiladi. Bir bochkasi ko'pchiliklar 200 litr deb atashadi. 200 litr bir bochkasi hisoblangan bo'ladi. Hammasi narx-navolar kelib chiqqan holatda bo'ladi. Keyingisi asosiy tushunchalar. Juftlikdagi birinchi valyuta. Masalan, yevro dollar juftligidagi yevro tovar hisoblanadi. Buni tushuntirib o'tdim. Yevro batta tovar hisoblanadi. Yozib ham qo'yilmoqda. Juftlikdagi ikkinchi valyuta, masalan, yevro dollar juftligidagi o'sidi tovarni olish uchun to'lanadigan pul birligi.
yanada tushuntirib o'tilmoqda. Siz o'sha yevroni olmoqchimisiz? Bu yevro aslida tovar. Sizga pul ko'rinishda, lekin u tovar hisoblanadi. Siz bozordan bir narsani olmoqchi bo'lsangiz, o'sha narsani bir donasini hisoblaysiz va pulini berasiz, olasiz. Xuddi shu kabi bu yerda tovarni to'lanadigan pul bu o'sidi deb belgilanmoqda. Birjalarda mana shunaqangi juftlashgan holatda, shunaqangi suratlarda ko'rasiz. Tilla masalasi bo'yicha uni how o'sidi deb deyishadi. Endi o'zimizni so'mimiz bo'yicha yana bir narsani ma'lumotini berib o'taman. Masalan uchun bizda o'sidi OZS, O'zbekiston so'mi OZS deb birjaga kiritilgan. $100 sotib olmoqchi bo'lsangiz, dollar pushga siz 1.200.000 so'm berasiz. $100 pul olmoqchi bo'lsangiz. Endi sizda $100 pul bor, uni sotib yubormoqsiz va so'm olmoqsiz. So'm olib turgan vaqtingizda dollar pul olish narxidan ko'ra, ya'ni sotib olish narxidan ko'ra sal arzonroq holatda 1.295.000 so'mga men dollaringni olaman deydi. Bo'pti deb siz $100 pulingizni 1.295.000 so'mga sotib yuborasiz. Ya'ni 5.000 so'm raznisi bor. Farq o'zbekchasiga gapirgan bo'lsak, farq. O'sha farqni birjamizda ko'proq ingliz tilida ketganligi uchun spread deb nomlaymiz. Har bitta valyutani oldi, sotdi degan vaqtidagi birjalarni, banklarni o'zini uslugasi bo'ladi. Ba'zida 6 sent, ba'zilarida 7 sent, ba'zi joylarda 20 sent, hokazo ko'rinishlarda o'zini uslugasi, ya'ni spreadlari bo'ladi. Ularda ingliz tilida bid va ask narxlari deb bilasiz. Valyutalarni sotib olish va sotish narxlari ko'rsatadi. Spread, bid va ask narxlari orasidagi farq tushunchasi aytilgan. Savdo qilishda e'tibor berish kerak bo'lgan faktorlar. Masalan, siz savdo qilmoqchisiz, ma'lum bir valyutada savdo qilmoqchisiz, o'sha savdo qilish bo'yicha faktlar bor. Markaziy bank siyosatiga ahamiyat berasiz. Sal yuqorida o'sha valyutani inflyatsiyasi, talab va taklifi, qadrlanishi, qadrsizlanishi degan narsalarni aytib o'tgan edim. Bu yerda o'sha markaziy bankning siyosatiga ham qaratiladi. Xuddi inflyatsiya, foiz stavkalari degan narsalar kiradi. Iqtisodiy yangiliklar, foiz stavkalari, ish o'rinlari ham kiradi. Ya'ni o'sha davlatni puli qadrlanishi uchun yoki qadrsiz bo'lishi uchun foiz stavkalar, ish o'rinlari, ya'ni ish o'rinlari deganda bekorchilar, ishsizlar degan narsa kelib chiqadi. Keyingisi geosiyosiy voqealar, dunyodagi voqealar, urush, janjallar, kelishuvlar, yangi sanksiyalar, hokazo bir nimalar bo'lmoqdami? U voqealar valyutaga ta'sir qiladi. Agar dollar o'ziga yomon narsalar ishlatmoqchi bo'lsa, dollar narxi tushadi, hokazo shunga o'xshash o'zgarishlar bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bugungi darsimiz Perfect Trader jamoasining shaxsiy darsligi hisoblanadi. Siz biron narsani so'ramoqchi bo'lsangiz, bizning Telegram shaxsiy lichkamiz, gruppamizga a'zo bo'lishingiz mumkin va biz YouTube kanallaridan va mana shu darsliklarni ko'rishingiz mumkin. Keyingi darsda ko'rishguncha rahmat.